500 kvadrat uyda yashashga bugun 2 kishi keldik, lekin mana shu tepalikka chiqishga qo'rqaman, boshim aylanib ketadi, как будто pastga tushib ketadiganday. Pay Lyubovni qaranglar, erining ismi Yura, Krugleshokka chiroyli qilib besirlardan U harfini chizib qo'yibdi. Lyubov Margov. Har doim havas qilaman ko'pchiliklashib ishlaydigan odamlarga. Однозначно yaxshi insonlar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Ichi qoralarda bir-birini ko'ra olmaydiganlarni umuman yoqtirmayman. Klientimga aytgandimda, rosa barg terishni yaxshi ko'ramanman deb. Ataylabdan to'kilgan barglarni olmay tursa kerak, sitor yaxshi ko'radi, maza qilib teradi deb. Rosa qurib ketibdi, olaman desam, qo'limda parchalanib ketaverdi barglar. Конечно же, vid wow deydigan darajada emas. Qorlarda yarimi erigan, yarimi yo'q. Shaharda уже erib bo'lgan-ku. O'tgan safar ham Surayo bilan shu uyga kelgan edik. 94 yoshar kampircha srazu eslab qolib, "Nasan o'tgan safar ham kelganding-ku" deb gapiryapti. Pamyati vashi zo'rda. Surayoga ham obda leksiya o'qidi. Men 95 yosh bo'lsam ham hamma narsani eslab qolishimga sabab shunaqa krosswordlar yechaman. Короче, o'zini mirida yashaydi-da. Surayo ham, kuni bilan shunaqa odamlar bilan gaplashsangiz ham mazza qilsangiz kerak, charchamasdan deb kulyapti. Gap bilan, ish bilan qornimiz och qolganini sezganimiz bilan srazu kofe damlashga tushib ketdim. Gayguylashib mazza qilib obed qildik birga. Постоянно uylarda gul turadi, odamda kayfiyat ko'tarilib ketadi gullarni ko'rib. Og'zimiz qiyshib, qornimiz to'ygandan keyin asta yana ishlarda davom etishga tushib ketdik. Mashinkasining o'chganini zvugini eshitib, farosatimni ishga tushirib, shu qirlarni chiroyli qilib qo'yay, klientim ham ko'rib xursand bo'ladi dedim. Bir xil paytlari uyda mashinka o'chadi, lekin qirlar dilishga ham o'zim ham erinib ketaman. Surayo pollarni yaltiratib tashadi-ku, voy bu lopatkachaga nechi. Biz esa xuddi ertalab uyqudan turgandek bodri bo'lib chiqib ketdik. Ishda ishlab yotgan paytim qizim 100 marta telefon qildi. Bilsam, tushida men bugun o'lib qolgan ekanman, xavotir olmadim, umrimiz uzoq bo'lar ekan deb tinchlantirib qo'ydim. Uyga kirishim bilan quchoqlab meni o'pib yotibdi, xursand qilib hamma joylarda yig'ib tashlagan ekan. Do'stlar, обязательно like, подписка.